Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi mavzuyimiz paxtaning, shakarning hamda dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan buddizm dinining vatani bo'lmish qadimgi Hindiston haqida suhbatlashamiz. Bizga quyidagi rejalar yordam beradi. Qadimgi Hindiston tabiiy sharoiti va aholisi, manbalar tahlili. Eng qadimgi Hindiston, eramizdan avvalgi 15-7 asrlarda qadimgi Hindiston va buddizm va uning tarixiy roli haqida suhbatlashamiz. Bizga bu mavzuni mustahkamlashda quyidagi adabiyotlar yaqindan yordam beradi. Hindiston, yuqorida aytib o'tganimizdek, buddizm dinining, jahon dillaridan bo'lmish buddizm dinining vatani Hindiston. Demak, bu yerda buddizm dini paydo bo'ldi, lekin qadr topmadi. Eramizdan avvalgi 7 va 6 asrlarda Siddhartha Gautama tomonidan asos solindi. Bu yerda demak sig'ina boshlandi, lekin baribir buddizmdan oldingi din hisoblanmish brahmanizm dini bu yerdan uni siqib chiqardi. Buddizm dini hozirgi kunda dunyoning boshqa ko'plab davlatlarda o'z qadrini topgan. Aziz talabalar, bir o'ylab ko'ringchi, nega o'sha vatani bo'lmish Hindistonda paydo bo'lgan buddizm bu yerda qadr topmadi? Demak, qadimgi Hindiston hududi, hajmi va aholisi son jihatdan qadimdan Osiyoning eng katta mamlakatlaridan biri hisoblangan. Hindistonning g'oyat katta qismi ulkan bir yarim orol, deyarli bir materikdan iborat. Dunyodagi eng katta tog' tizmasi bo'lmish Himalay va Hindistonni Qobul daryosi vodiysi orqali Hindiston qo'shni mamlakatlar bilan tutashib turadi. Yog'ingarchilik deyarli bu yerda demak sodir bo'lmasligi qadimdan insonlarning sug'orib ekin ekishga majbur qilgan. Shimoliy Hindistonda esa buni aksi, ya'ni Sirsu hisoblanib, Hind va Gang daryolari uning irmoqlaridan yaxshi suv ichgan bo'lib, bu yerda sug'orib ekin ekish ayniqsa keng yoyilgan. Hindiston inson hayoti uchun juda ham tabiiy boyliklarga boy zamin hisoblangan. Shuning uchun ham deyarli chet eldan bu yerga mahsulot olib kelish uchun ehtiyoj bo'lmagan. Mamlakatning o'simlik va hayvonot dunyosi ham juda ham boy bo'lgan. Demak, arpa, bug'doydan tashqari bu yerda o'sha paxta, shakar ham, hatto shola ham ekishgan. Qadimgi Hindiston haqida bizga o'sha ikkita shahar xarobalar, ya'ni Harappa hamda Mohenjo-daro shahar xarobalari yordam beradi. Demak, Mohenjo-daro shahar xarobasi qariyb 260 gektardan iborat hisoblanib, bu o'z davrida o'sha yirik sivilizatsiya markazi hisoblangan. Uning chiroyli demak yo'llari, hattoki xom g'ishtdan qurilgan devorlar, uylar, ibodatxonalar hamda shahar bozor markazi ham o'sha davrda bo'lganligini bu xarobalar bizga ma'lumot beradi. Bundan tashqari va Harappa shahar xarobasi ham o'zini o'rniga ega bo'lgan, demak sivilizatsiya yaratgan xarobalardan manba bizga yordam beradi. Hindiston haqida ma'lumotlar bo'yicha ikki azim daryoning vodiylari Hindistonning eng qadimgi dehqonchilik zonalari hisoblanadi. Biri o'sha Hind daryosi bo'lsa, ikkinchisi o'sha bir qancha irmoqlarga ega bo'lgan Gang daryosi vodiysi. Keyinchalik qishloq xo'jalik mamlakati janubida ham rivoj topgan. Bizga bu ma'lumotlarni Norton Word Together Word Apart nomli asari yordam berdi. Eng qadimgi Hind adabiy yodgorliklari, shuningdek antik dunyo avtorlarining guvohliklari qadimgi Hindiston aholisi nihoyat darajada zich bo'lganligi haqida xotiralarni saqlab qolgan. Hindiston aholisi hozirgini singari qadimda ham juda xilma-xil
bo'lganligi aytib o'tiladi. Janubda qora tanli qabilalar ko'pchilikni tashkil etgan. Mamlakatning eng qadimgi aholisi dravid tilida, qisman undan ham burungi draviddan ham oldingi mun tilida, undan tashqari boshqa tillarda ham so'zlashgan. Janubiy Osiyoning hozirgi aholisining katta qismi asosiy yevropoid irqiga mansubdir. Faqat yarim orolning janubiy qismi, ya'ni Shri-Lanka aholisi irqiy belgilarga qarab, badani, sochining rangiga qarab avstraloidlarga yaqin turadi. Shimoliy sharqning qator qabilalari janubiy mongoloid irqiga mansubdir. Shimoliy Hind Yevropa tillari Hind Bengal va janubda dravid, tamil tillarida so'zlashgan. Bu yerda esa o'sha ilk sivilizatsiya namunalari shakllangan, demak Hind daryosi irmoqlarida ilk odamlar yashay boshlashdi. Bunda esa Gang daryosida ham o'sha irmoqlarida yaqinlarda insoniyat ilk namunalar paydo bo'ldi, yashay boshladi, dehqonchilik qila boshlashdi. Hozirgi kunda bu Hind daryosi ham muqaddas daryo hisoblanadi, hamda dunyodagi eng iflos daryo ham hisoblanadi. Bu yerda Hind aholisi o'zini gunohlardan poklanish uchun ham bu yerga kelib yuvinib, poklanib ketishadi. Hamda o'sha o'lgandan keyingi insonni yoqib va uni xokini ham shu yerga sochib yuborishadi. Hindiston janubdagi eng ko'p millatli mamlakatdir. Aholining milliy etnik tarkibi juda murakkab. Unda yashayotgan millat, elat va qabilalar turli til guruhlariga, dinlarga mansub hisoblanishadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Hindiston aholisi irqlari ikkiga, ya'ni shimoliy va janubiy. Shimolda xalqlar asosan yevropoid irqiga mansub bo'lsa, janubiy hududda, ya'ni Shri-Lanka hududlarida yashovchilar mongoloid irqiga mansub hisoblanishadi. Qadimgi Hindiston aholisi tillari shimolda Hind Bengal, janubda dravid, tamil tillarida so'zlashadi. Qadimgi Hindiston tarixini o'rganishda qadimgi hindlarning Vedalar deb ataladigan diniy to'plamlari katta ahamiyatga egadir. Qadimgi Hindistonning bu muqaddas kitoblari eramizdan avvalgi 2000 yillikka oid bo'lib, Rigveda, Samaveda, Yajurveda va Atharveda deb atalmish 4 ta katta kitobdan iborat. Qadimgi Hindiston tarixini yorituvchi manbalarimizdan, demak Hindiston eramizdan avvalgi 1000 yillikdagi tarixiy va madaniyatni o'rganishda ikkita epik doston, ya'ni Ramayana hamda Mahabharat hisoblanadi. Bu xalq og'zaki badiiy ijodi, ko'p elementlari bor asar hisoblanadi. Undan tashqari Athashtra degan siyosiy iqtisodiy traktat. Qadimgi Hindistonning tarixi yuzasidan eng qimmatli manba sifatida juda katta ahamiyatga egadir. Buni Maurya sulolasidan bo'lgan podsho Chandraguptaning vaziri tomonidan yozilgan. Undan tashqari Aryanning Megasfen, ya'ni Aryanning Aleksandr Makedonskiy harbiy yurishlariga, ya'ni Hindistonga qilgan harbiy yurishlariga bag'ishlangan Anabasis bo'lsa, Megasfenning Indika asari, demak Hindistonning iqtisodiy, ijtimoiy davlat tuzumi tasvirlangan demak muhim asar hisoblanadi. Undan tashqari bu asar, Indika asarda Hindistonning ya'ni kasta tizimini ta'riflab bergan. Undan tashqari bizning bobokalonlarimizdan biri bo'lmish, demak Beruniy ham Hindiston tarixiga oid, demak Hindiston asari bizga ma'lum manba hisoblanadi. U ham demak o'sha Hindiston haqida ko'plab ma'lumotlarni o'z ichida aks etgan asar. Hattoki hozirgi kunda ham Hindiston xalqi bundan Beruniydan juda ham minnatdor, chunki tarixini juda ham chiroyli qilib yetkazib berganligi uchun. Demak, arxeolog topilmalarga qaraganda Hindistonda odamlar qadimgi tosh davrida yashaganlar. Mamlakatning bir qancha tog'lik joylarida paleolit manzillar topilgan. Undan keyin neolit bosqichlarida avvallari kishilar yashamagan katta daryolarning vodiylari o'zlashtira boshlangan.